saxovat oyi. Xayr saxovat bu atrofdagilarga emas, bu o'zimizga asli bilsak. Berganimiz bizniki, qolganiga javob beramiz. Endi kim agar ro'zadorni qornini to'g'izib iftor qiladigan bo'lsa, ajri yana ham ziyoda bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Ro'zadorlar 3 xil bo'ladi. Mana diqqat qilib quloq solaylik. Bir odam ro'za tutadi, yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi. Bu hammaning ro'zasi. Bu ommaning ro'zasi. Hamma shunaqa ro'za tutadi, lekin boshqa ishlari ketaveradi o'z o'rnida. Ikkinchi, xos bandalarning ro'zasi. Bu ommaning ro'zasi dedik. Endi xos bandalarning ro'zasi. Xos bandalarning ro'zasi bular yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, ko'zni ro'zasini tutadi. Tilni ro'zasini tutadi. Qo'lni ro'zasini tutadi, oyoqni ro'zasini tutadi. Ya'ni mana shu a'zolarini harom qilingan gunohlardan tiyadi. Zo'ra bu o'zi ro'za doim bo'lish kerak edi. Ko'zimizni tiyishimiz kerak edi, tilimizni tiyishimiz kerak edi. Endi Ramazonda ham tiyomayotgan bo'lsak, bilmadik nima qanaqa. Demak, ommaning ro'zasi mo 3 tanasi, xosdaning ro'zasi yemaydi, ichmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarni gunohini qilmaydi. Endi uchinchisi bor. Xossatul xusus deyiladi. Bu xos bandalar bo'ladi. Bular yemaydi. Ramazon oyida kunduzi ichmaydi, aloqa qilmaydi, a'zolarini gunohlardan tiyadi va qalbni ro'zasini tutadi. Insonning qalbida bir gunohga moyillik bo'lgandan keyin ko'z qaraydi. Insonning qalbi xolagandan keyin til g'iybat qiladi. Insonning qalbi xolagandan keyin haromga qo'l uradi. Agar insonning qalbida shu gunohlarga chegara qo'yilgan bo'lsa, oyoq qo'l ishlanmaydi u ishga. Siz birovning haqqini haromdan yeyishlikni qalbingiz bilan xohlamaysiz, qo'lingiz hech qachon olmaydi. Bu buyruq berayotgan qalb bo'ladi. Siz nega qo'lingiz bilan gunoh qilasiz? Chunki qalbingiz xohlayapti bu narsani. Aytamiz-ku, o'zingizga mahram bo'lgan ayolga shahvat ko'zi bilan qarashlik sig'maydi qalbga. Shuning uchun ko'z hech qachon qaramaydi bu tomonga.